Stress yana nima narsalarga olib kelishi mumkin? Ya'ni kortizol gormoni ko'p ishlab chiqarilganda qizlarda hayz siklining buzilishi. Bu juda ham ko'p praktikamizdan o'tgan. Ya'ni stress bo'ldim yoki boshqa narsa bo'ldim, hayz siklim yoki cho'zilib ketdi yoki kamayib ketdi degan holatlar juda ham ko'p uchraydi. Stress yana tuxumdonlarni polikistozga, ya'ni polikistoz Yechnikov kasalligiga olib kelishi mumkin hisoblanadi. Shunday ekan, hech qanaqa kalendar qilinmaslik kerak, faqat o'ylamaslik kerak, ya'ni qachon homilador bo'laman degan narsani. Ko'p hollarda, ya'ni bepushtlik bilan aziyat chekayotgan ayollarda ginekologlarga borib maslahat olgandan keyin har xil dorilarni buyurishadi. Homilador bo'lishni tezlashtiradigan va folikullarning yo'rilishiga hissa qo'shadigan dorilar yoziladi, lekin bemorlar tomonidan u dorilar ichilgandan keyin 1-2 oydan keyin kutiladi. Men hozir homilador bo'lib qolishim kerak, shu oy homilador bo'lishim kerak. Lekin bu aslida bo'lganda juda ham noto'g'ri narsa. Chunki stress holatida hech qanaqa o'zgarish sodir bo'lmaydi. Ya'ni dorining ta'sir mexanizmi